Marhamat, badiiy sahnamizga Komiljon otamizni, Gulchehra onamizni taklif etamiz. Kelinglar, marhamat. Bismillah, xolis niyatim hamroh, nasib aylasa Avvalambor assalomu alaykum barchaga hurmatli xonimlar va janoblar. Mehridaryoning jonlarimiz, aziz aka opa singillar. Komiljon ota assalomu alaykum, Gulchehra ona assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Nega yig'layapsiz? Xursandchilikdan hech qachon g'am tashvishdan yig'lamang. Ko'zlaringiz faqat quvonchdan yoshlansa ilohim. Komiljon ota 63 bahori. Payg'ambar yoshi muborak bo'lsin deymiz. Allohim uzoq umr, sihat salomatlik, doim farzandlar va nabiralari baxtiga, jigarlari baxtiga omon bo'ling, bor bo'ling. Ona, siz ham bir necha kun oldin 58 bahorni qarshi olibsiz-a? Qo'shaloq ayyom bugun nishonlaymiz, Xudo xohlasa. Sizga ham uzoq umr, sihat salomatlik, otam bilan doim farzandlarning boshidagi toji bo'lib, uyda to'rida pir va badavlat bo'lib duo qilib charchamang hech qachon. Mana shu mehrli farzandlar sabab bo'lib umra hajlarga qayta borib hoji ona, hoji ota bo'lish unvoni nasib ro'z aylasin. Bizni farzandlarning eng yaqin do'sti otalari. Chunki har qanday muammo tashvishda bir lahza kelib, otajon mana shunday muammo odaman deng, hech qanday o'ylab o'tirmasdan bir lahzada sizga yechimini topib beradigan, hayotning har qanday og'riqli nuqtalariga bardosh bera oladigan yagona zot otajonlarimiz. Doimo ularni borida qadrlab, asrab avaylaylik. Bizni otalarimizga, onalarimizga qimmatbaho sovg'a shart emas. Faqat farzandim baxtli bo'lsin deya, bilib bilmasdan, dilini og'ritgan kezda ham xafa bo'lmasdan, faqat duo qilib, bildirmaygina yig'lab oladigan ota-yu onalarimiz. Menga mehri so'nmas hech qachon. Uning qutlug' qoni bor tanda. Tan olaman ikki dunyo ham mening dadam eng yaxshi dada. Joni meni jonimga tutash. Duolarin qilmaydi kanda, kulishlari o'zimga o'xshash, mening dadam eng yaxshi dada. Ko'zlarimga kiprik bo'lib g'uborlardan saqlagan, g'animlarga ko'krak to'sib balolardan asragan. Qor yomg'irda mehnat qilib, zahmat chekib tolmagan po'latdek qalqonim mening. Otajonim, otajon. Quyosh chiqib tana kuysa soya bo'lgan bizlarga, shamol turib bo'ron o'tsa qoya bo'lgan bizlarga, o'zi bemor, o'zi darmon tabib bo'lgan bizlarga, po'latdek qalqonim mening. Otajonim, otajon. Otamiz uchun chiroyli guldiroz qarsaklar bo'lsin, shukrona kunlar muborak bo'lsin deymiz. Ana endi ona, jannat onalar oyog'i ostida deyishadi, lekin otamiz ham, onamiz ham jannatimiz aslida. Eng ko'p jannatni onalarga ishlatamiz, otalarimiz ham jannat. Doim baxtimizga omon bo'lsin. Ona, biz sizga tilaydiganimiz hamisha farzandlaringizni baxtini, nabiralarni xurshovida, ularni xursandchilik kunlarida boshi qosh bo'lib turing. Tillaridan tushmaydi duo. To'xtash yo'q mening onamning. 18 ming olamda tanho o'xshashi yo'q mening onamning. Bolam deya dillari adoq, bolam deya qo'llari qadoq, uzuk ko'rmayapti bu barmoq. O'xshashi yo'q mening onamning. Mehribonim, mening parvonam, atrofimda doim giryonam, bunchalarim yaxshisiz yaxshi. Bolam deya yashagan onam. Betob bo'lsam tunlari turib, boshim silab suhbatlar qurib, uxlamagan bedor o'tirib, bunchalarim yaxshisiz ona. Otalarimiz, onalarimiz doim baxtimizga omon bo'lsin, sog' bo'lsin deymiz. Chiroyli guldiroz qarsaklar bilan atalgan guldasta shirinliklar, sovg'a salomlarni olib kelib, qalbdagi shirin tilaklar bilan tabriklaymiz birgalikda barchasini. Tuqqan onam 90 yoshga kirdi, tezroq kelsin. Onajon keling.
Komiljon akamizni, otamizni onalari. Ana sizga ehtirom, ana sizga mehr, onajonim kelsinlar deyaptilar. Ilohim, mana shu onajonimizni yoshlariga yetib yurishlik barchaga nasib ro'z aylasin. Komiljon ota 63 ga kiribsiz, lekin ancha yoshsiz, 27 yosh beraylik. Yo 18, mayli 18. Onamiz 58 dedik, lekin yoshsiz, navqiron bo'lib, har doim bahor gullari kabi go'zallikda bo'ling, yuzingizdan kulgu, tabassum aslo arimasin deymiz. Hamisha muhabbatli, baxtli kunlar bir-birini bir lahza ko'rmasa qidirib qoladigan darajada kuchli bo'laversin. Qani onajonimiz kelinlarmi? Onamiz kelgunga qadar atalgan sovg'alarni topshirib turaylik. Qani marhamat, badiiy sahnamizga atalgan shirinliklar, guldasta sovg'alari bilan marhamat. Keldik yaqinlar bugun, tavallud kuningiz muborak. Aytib tilaklar bugun, tavallud kuningiz muborak. Yaxshiliklar nasib qilsin siz uchun, Alloh uzoq umr bersin siz uchun. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Baxtimizga omon bo'ling biz uchun, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Muborak, muborak, tavallud kuningiz muborak. Bu kun didorga Onajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Mayli. Yaxshimisiz, ona, charchamayapsizmi? Muhitma kayfiyatlari yaxshi. Albatta, bugun sizni boshingizda mana shunaqa duogo'yingiz bor ekan, sizdan baxtli inson yo'q aslida. Mana shu onajonimiz uchun chiroyli to'rtlik, boshidagi ro'mollari uchun, ro'mollari boshlarida, qalin o'sma qoshlarida yashar 90 yoshlarida. Onajonim, jonim onam. Uyimizning fayzi o'zi, dardga davo aytar so'zi. Bizni ko'rib quvunar ko'zi. Onajonim, jonim onam. Malikasiz taxtimizga, shiddat qo'shib shaxtimizga. Omon bo'ling baxtimizga. Onajonim, jonim onam. Farishtadek nurlar sochib duo qilar qo'lin ochib. Tashvishlar ham ketar qochib. Onajonim, jonim onam. Qanday chiroyli guldiroq qasr bo'lsa, mana shu onam uchun. Ilohim, mana shu onajonimiz yoshlarga yetib borishlik barchamizga nasib etsin deymiz. Hammasi onamga. Mana shunday. Aytib o'tishganidek, tug'ilganniki emas, tuqqanniki tavallud ayyomimiz aslida. Hali endi badiiy sahnamiz atalgan shirinliklarni olib kelamiz. Qani marhamat, tabriklaymizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Bugun qo'shaloq ayyom. Komiljon otamizni dunyoga keltirgan onajonimiz bugun boshlariga bosh qo'yib turibdilar. Marhamat, keling badiiy sahnaga. Tabriklaymizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Yashang. Hali endi ayni fursatda men badiiy sahnamizga farzandlarini, yaqin jigarlarini taklif etaman. Atalgan tilaklar, dilizxorlari bilan. Qani marhamat farzandlari.
kattalardan boshlaymiz. Kelib xalqdagi chiroyli tilaklarni Sohibjon aka keling. Bugun qo'shamaga ham ota-onangizni tavallud ayyomlari. Sherzod aka, Sohibjon aka, Davlat aka, Farangiz opamizlar, barchalari bu sahnaga marhamat. Kelinlar deyaptilar. Ana bitta boshladik, xalqdagi chiroyli tilaklar, ijodimiz xorlari bilan farzandlari. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Alari buzruklarimiz payg'ambar yoshlari muborak bo'lsin. Barcha yuzaga kiring. Baxtimizga sog' bo'ling ayam bilan. Dardi g'amni ko'rmang. Hamisha sog' bo'ling. Dadajon, ayajon, baxtimizga har doim sog' bo'ling. Bunaqa yoshlarni ham ikki uchtasini ko'rib yuring. Hech qachon ko'zlaringiz yomon kunni ko'rmasin. Faqat bizning baxtimizni, kamolimizni ko'rib yuring. Sizni farzandingiz ekaningizdan bir umr faxrlanamiz. Yaxshiyam siz bizning ota-onamizsiz. Baxtimizga doim sog' omon bo'ling. Yuzlarga kirib yuring. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun akajonim Komil akamning xonadonlarida yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, hamma barcha qarindosh urug'lardan nomidan, uzoqdagi qizlarimiz, ukalarimiz nomidan akamga, yangamga baxt saodat tilaymiz. Hamisha yuzlaridan kulgi, lablaridan tabassum lablaridan kulgi arimasin. Onajonim mana 90 yoshlarga kirganlar. Onamni yo'llarini bersin qushlarga, qushlar yuzlarga kirsin. Onam ham hamisha sizlarning baxtimizga sog' omon bo'lsinlar. Sizlardan faxrlanamiz. Sog' salomat bo'lingizlar. Bola chaqalaringizni huzurini, halovatini ko'rib yuringizlar. Hojona, hoji bobolar bo'lingizlar. Yana hech ko'p hajlarga borish nasib bo'lsin. Bugün qiynalgan kuningiz. Dadajon, ayajon, yuzlarga kiringizlar. Baxtimizga sog' ko'piringizlar. Bunaqa yoshlarni ko'p qilib ko'ringizlar. Yana keyin hajlarga yuborish nasib qilsin. Hammalaringizga katta rahmat, xush kelibsizlar. Hammalaringiz sog' bo'lib yuringizlar. Rahmat kattakon barchaga yuqorida aytilgan chiroyli tilaklar uchun. Komiljon ota, farzandlaringiz bitta gap aytib o'tishdi. Bizni dunyoga keltirib, oq yo'q, oq taraf onam bilan hech kimdan kam qilmadilar. O'qitdilar, barcha istaklarimizni amalga oshirishdi. Mana shunday ota-onam borligi bilan faxrlanaman. Doim baxtimizga omon bo'lsin deya aytib o'tdilar va biz ham tilaydiganimiz doim farzandlaringizni ortidan rahmatlar eshiting. Barchasi yaxshi kunlarida boshi qosh bo'lib turing onam bilan. Hech qachon dard, alam, kasallik ko'rmang. Mana shunaqangi yosh navqiron bo'lib, yigitlarning oldida bo'lib yuring. 18 yosh, 19 yoshda ham kelish nasib qilsin. Kelasi yil haj umralardan hojatda hojona bo'lib kelganda, mana shunday Allohning suygan bandalari xonadonda jam bo'lsin deymiz. Rahmat. Yoshlarga tilagim bo'ldi. Yana yo'limni bersin, oilam bilan. Yoshlar. Yana yo'lim bersin, baxtli inson bo'l. Onam bo'l. Rahmat. Rahmat kattakon, albatta. Otamizda mana shuncha farzandlari bor, uyli joyli bo'lib ketgan nabira, evara, chevaralarni ko'rayotgan duogo'yi bor, eng muhimi. Umrlari uzoq bo'lsin deyman. Yana gapiradigan, tabriklaydiganlar bo'lsa marhamat. Qani jigarlar, kelinglar badiiy sahnamizga. Bobojon, onajon, yuzlarga kiring. Nima niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga erishing iloyim. Keling. Nega kech kelding deb boyog'ishyapsiz. Keling endi ona. Assalomu alaykum. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mehmonlar.
Shumana akamizni yangamizni bunga kunlar bilan tabriklayman. Payg'ambar yosh. Hamisha baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Ilohim, aytgan barcha tilaklar Allohdan nasib etsin, mustajob bo'lsin deyman. Ushbu xonadonga hamisha Allohning fayzi va barakati yog'ilaversin. Quvonchli kunlari ko'p bo'lsin, yomon kun aslo bo'lmasin deymiz. Yana bir bor otamizni, onamizni tavallud ayyom qo'shaloq bayram bilan tabriklab, qutlab, chiroyli to'rtliklarni sizlarga taqdim etamiz. Har kimning ham sochlariga oq tushsin, ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Har kimning ham quvvat ketib belida, qo'llariga bir aso tayoq tushsin. Mana shu onajonimiz yoshiga kirib yurishlik nasib etsin. Ana endi asosiy bitta savolim bor. Men 90 yuzga kirgan chollar bilan uchrashganda bu savolni berganman, uyat joyi yo'q. Ona turmush qurganingizga necha yil bo'ldi otam bilan? Sizni pastki hayoting har qanday og'ir qiyinchilik kunlarida, sinovli kunlarda ham mana shu otam bilan umr guzaronlik qilib kelyapsiz. Uyli joyli qilib mana shuncha farzandlarni bugun rohatini ko'rmoqdasiz. Menimcha eng haqli insonlardan birisiz siz tabriklashga. Bugun yurakdagini tutib-tutibligini bir-birlaringizga aytasizlar, chunki qo'shaloq bayram-ku. Ikkalangizni ham tavallud kuningiz. Birinchi onamizdan boshlaymiz. Ona borini boricha ayting, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgandek, turmush o'rtoqlar bir-biriga yaxshi ko'rishni izhor qilib turish kerak. Uni uyati yo'q. Qani marhamat. Tavallud topgan kuningiz ekan, eng avvalo sizga sog'lik, salomatlik, yigitlar qo'lda yursin. Hamma ishlaringizga omad. Hech qachon qarimang, shunday yosh bo'ling. Hammamiz baxtimizga qo'sha qaraylik, pir badavlat bo'lguraylik. Hojatda hojoni o'sha aytgandek bo'lishda Allohim mana shunday nima qilib beraylik qilib. Hammamiz o'tirga o'rnimizga hammalaringizga sog'lik, salomatlik, o'rtamizda mehr-oqibat yo'qolmasin. Men o'zimni maqtayman. Yo'q, onamni maqtang. Ha, men buni bu meni maqsadda, ha, lablar. Bu gapirmoqchi. Matin gapir. Bobong tabriklab qo'y. Qayerga borsam, maktabda hamma hayron qoladi. Ko'chada uchrashamizmi, boshqa joyda hamma yoshlarga ta'lim beraman-da, men nima qilaman? Mendan o'rnakormi, farzandlarimizga, yoshlarga. Shu ko'chamiz kuymaychi bo'ydida, mana hozir ham ko'rib tursan, jiyan hammaga bir xil uyalib o'tiradi. Ko'cha bo'lsa, bir hafta, bir kun ko'rinsa, 3 ko'rishadi doim. Haqiqatan yo'q. Hayron. Doim hozir bitta gap aytdim, kattaga yaxshi. Shunday, albatta yaxshi ko'raman. To'rtta bolamni onasi, kattasi, o'zlarim bor, qizim bor. Kelinlarimiz bilan birga go'zaman. O'tiribdi kelib, hammasi yaxshi, baxtli bo'lsin farzandlarimiz, boy. Farzandlarimiz xuddi menga o'xshab o'tsin. Mehrli bo'lsin. Xo'jayinlarga, kelinlarga hammasi. Nima deysenga? Tog'amni kengatlashadi. Uyalmayman men. Menda o'rni borsmi deyman. Albatta uyat yo'q. Mendan halovatlar yuz bergan maqsad. Alamlar ko'ksimga in qurgan maqsad. Hayot tasodifan musht urgan maqsad senga ishonaman deb qo'ying dada. Gohida bir ishga bormasa qo'lim, alamlar jam bo'lib to'skanda yo'lim. Halovat chulg'asa o'ngimi so'lim senga ishonaman deb qo'ying dada. Otajonimiz, onajonimiz yana bir bor bugungi tavallud ayyomlari bilan chin qalbdan muborakbod etamiz, tabriklaymiz, qutlaymiz. Ana endi chiroyli raqslarni boshlaymiz. Bugun sizlarning kuningiz. Barcha g'am, tashvish, alamlarni, charchoqlarni unutamiz. Oxirida chiroyli fotosuratlarga albatta vaqtimiz bo'ladi. Hozir badiiy sahnamizga
Qaysi qo'shiqdan boshlaylik? Qo'rqmang, mo'min tog'asi. Sizni ko'nglingizdagini ayting. Nima edi? Ayting. Oppoq aka. Oppoq aka. Javob qilma. Bo'ldi? Oppoq. Marhamat, unda badiiy sahnamizga barchani taklif etamiz. Marhamat.
siz uchun nabirangiz Mumtozbekga chiroyli raqslari bo'lgan tabiiy sifatda sizga taqdim etiladi. Qani marhamat. Thank you.